Ayolları. Bugun men sizlarga hozir o'rgatadigan narsam juda ajoyib va g'aroyib. Yaxshidan qarab turinglar. Mehrdan qarab turinglar. Deb odam dunyoga go'zal ko'rlarkan. Bunga IQ darsimizda sonli ketma-ketlikka o'tamiz. O'shani tushuntirib beraman sizlarga. O'sha bo'yicha savol beraman. Kim to'g'ri javob bersa, keyin pullik savol bilan boshlaymiz. Qaranglar, birinchisi farqlarni ko'rib chiqamiz. 4 dan keyin 18 ga o'tib farq nechiga oshmoqda? 14. Молодец. Ya'ni har safar nechiga oshib boryapti? 14 ga oshib boryapti. Demak, javob chiqadi. Молодец. Birinchi turini tushundingizmi? Hosil qilyapti. 3 ayriladi. 3 ga ko'paytiramiz, to'g'ri. Keyingisiga yana 3 ayiramiz. 3 ga ko'paytiramiz. Keyingisiga yana nima qilamiz? 3 ayiramiz. Молодец. Yana to'g'ri bo'ladi. Tushundingizmi? Endi keyingi tipini qaranglar. Qaranglar. 78 chiqadi ustoz. 3 dan keyin 10 hosil qilyapti. Demak, bu 7 taga ko'payyapti, to'g'rimi? Keyin 2 ga ko'paytiryapti. Yana 7 qo'shilyapti. Yana nechiga? 2 ga ko'paytiryapti. Demak, yana 7 qo'shiladi-da, 2 ga nima qiladi? Shunda 122 chiqadi. O'rganmoqsizlarmi qanaqa ish kerakligini? Shu bo'yicha savol beraman. Endi keyingisi qaranglar. 4 bilan 7 farqi 3 ga oshyapti. Keyin 6 ga oshyapti. Farq qanchaga? 9 ga. Keyingisi 12 ga. Demak, 15 ga. Bo'lsa 60 ga bo'ladi. O'rgandingizmi? Kim birinchi 5 tasini to'g'ri yechib kelsa, 50 ming so'm ishlaydi bugungi mavzu bo'yicha. Nechi chiqdi birinchisi? 11. Xato. 21. Молодец. Bo'ldi 5 ming. Ikkinchisi? 34. Ikkinchisi javob nechi bo'ldi? 36. Nimaga 36 ekan? Tushuntir. Bosh men ikkitasini qo'shyapti. K 5 chiqadi. 4 5 9, ikkisi 7, 7 ga 5 12, 12 dan 2 10. Aha. 17 dan 2 15. 15 ga 10 25, 25 dan 2 23 endi. 23 ga 15 qo'shsa 8, 38 dan 2 30. To'g'ri. Uchinchisini tushuntir. 8 ayradi. To'g'ri, qo'ling tushuntiryapti. 8 ayradi. 2 bo'ladi. 8 ayradi, 2 bo'ladi. 8 ayradi, endi 2 ga bo'lsa 4 bo'ladi. 40 bo'ladi ustoz. Xo'p, 4 to'g'rimi? 4 bo'ladi ustoz, 4 bo'ladi. Uchinchisi to'g'rimi? 8. To'g'ri. To'g'ri, keyingisi 4-inchisi. Nimaga 17 chiqdi? Men tushuntiring. To'xta. To'xta, o'zi aytsa birinchi yechib kelgan ekan. Yo'qsa ayting. To'g'ri, 5-inchisi nima? 8 qo'shyapti, keyin 16 qo'shyapti, 24 qo'shyapti, keyin 38 qo'shyapti, keyin 40 qo'shyapti. Молодец. Bo'ldi, shu 50 ming beraman. Tabriklaymiz. Ol 50 ming. Gap yo'q, krasavitsa, молодец. Zo'r.